Yaqinda to'yim, pijama, pinuarlarni hozir olingmi yo to'ydan keyinmi? Hozir oson kuyov ko'rib uyatsiz ko'zi ochilib ketgan ekan demaydimi? Endi asalim, choynakni qopog'ini topsangiz ham hozir solib qo'yavering, to'g'risi. Yerga tekkaningizdan keyin sizda u eringiz qachon bir ta'minlab, mana u pinuarga, mana u pijamaga deb pul berguncha nechta qovun pishig'i o'tib ketadi. Siz to'ydan keyin bir 2 yil yangi narsa olishni orzu qilmang. Ana sarpangdagilarni "Key, uy to'la kiyim bo'lsa, ha" degan gaplarni eshitasiz. Endi hozirgi kunda erini ko'ngliga qaragan, eri sevgan ayol nomer 1, uni dunyo sevadi. Chunki sigir sog'ish, non yopish, tikuv qilish, ko'rpa qavish unaqa zamonlar o'tib ketgan. Hamma ovqat qilish kerak bo'lsa YouTube'ga qarab qilaverasiz. Qolgan ishlarni texnika qiladi. Sizning vazifangiz eri ko'ngliga qarash. O'shaning uchun olingda, kiying. Olib solib qo'ying. Bo'lmasa ularni olganingizcha o'sha ishtapil ko'ylakda kechasi kirib uxlashga o'rganib qolasiz, keyin olsangiz ham kiya olmaysiz uyalganingizdan. Shuning uchun hozir bosavering.